Assalomu alaykum. Samolyot ichidan reportaj deydi-yu. Mana samolyotimiz tayyor, xudo xolisa uchishga tayyor. Uchganda har bir passajir uchun, har bir insonlar uchun mana karmashkalarda mana bunaqa ISS ga, ya'ni tushuntirish nimalari bo'ladi. Mana ko'ryapsizlarmi? Remen taqqan holda o'tirish kerak. Kislorod balonini oldin o'zingiz taqib, keyin bolalarga taqish kerak. Favqulodda vaziyatlarda o'tirish jarayoni mana qanaqa o'tirish kerak. Mana bular hammasi ko'rsatilgan ISS ga. Mabodo favqulodda vaziyatda suvga qo'nib qolsa samolyotlar, har bir o'rindiq tagida mana bu yerda ko'rsatib qo'ygan. Mana qutqaruv nimchasi o'rindig'ingiz ostida, ya'ni o'tiradigan sidingiz tagida deyapti. Mana keyin iltimos o'tirganda kamarlarni taqib oling degan yozuvlari bor. Endi mana har bir sidinaning tagida qutqaruv nimchasi bo'ladi. Nimcha deyiladi bu yerda. Jilet. Mana shu yerda mana bunaqa jilet bo'ladi. Bu jilet ochiladi va suvga qo'nganda favqulodda vaziyatlarda bo'yinga taqib olinadi va bu jilet suv ustida ko'tarib turadi. Bunda lampochkasi bo'ladi, yonib turadigan va bitta shutagi bo'ladi. Mana xudo xohlasa samolyotimiz tayyor uchishga.